Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Mana o'yma paymant qilgandik 23-aprelda. Mana hozirgi holatim tagidan chiqqan. Ularning bachkalarini qoldirdik. Hozircha seraklatib olmadik. Mana qalamlarimiz. Ikkita ko'z urib chiqqan. Bu yerdan bitta urib chiqqan. Bu yerda mana pastidan urib chiqibdi. Tanani ko'rganimizda namligi bor. Bu qurdi degan emas. Pastdan urib chiqqan. Ochib tekshirib qaraganimizda pastdan ko'rib chiqqan. Bu yerda mana buni urib chiqqan. Soat 4 ta qalamcha taqqandik. 4 talasi ham ushlagan. Bo'ylari mana taxminan 1 metrcha bo'lgan. Ustida mevasi ham bor. Mevalari bor edi, bir qator olib tashladik. Bir dona eksperiment uchun qoldirdik. Bu X185 lar. Bu yerda esa o'zimizda bir sel hosil navimizda mana ko'rib turibsiz mevalarini. Uzumda shingil bo'lib solgan, ya'ni bargidan mevasi ko'p. Ozroq suvdan mommomiz chiqib qolib, suvni to'liq bera olmayapmiz. Xudo xolasa o'z o'rniga qo'yamiz buni. Mevalari. Bu ham xuddi shunday payvand bo'lgan. Payvand qilib qilganmiz mana. Ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Mevalari osilib turgan holatini. Bu yerda ham xuddi shunday. Shu tartibda o'yma payvand bo'lgan. Ikkita qalamcha taqqandik. Bittasida sal problema chiqib turibdi, bilmadim nima sabab. Ko'karib tepa qismi o'rab qoldi. Bu esa normal holatda o'syapti. Tegidan chiqqan mashkalar olinmaydi to'liq tartibda. Bu payvandimiz avgust oyigacha turadi. Avgust oyidan keyin olib tashlaymiz. Bu yerga mana Xudo xolasa kelasi yil uchun Xitoy yong'og'ini urug'laridan o'sha Xitoydan olib keltirib ekkanmiz. Holati yaxshi, Xudo xolasa. Endi xatoliklar bor, kamchiliklari bo'ldi. Materiallarimiz ham bo'ldi. Holati yaxshi. Ya'ni 50 ga 60 ga 40 shu tartibda chiqdi. Inshaalloh Xudo xolasa kelasi yil 2 yosh bo'lganda ular ham to'liq sotuvga chiqadi.